Dertler davası. İkinci bölüm günah, məsiyet ve onun alakadar meseleler. 20. bab. Günah, məsiyetler günahkarlarını ixlasmanlar sepidin çıkarıp ötüdü. Günah, məsiyetler günahkarlarını ixlasmanlar sepidin çıkarıp ötüdü de, ularını ixlasmanlarının savabıdın məhrum koydu. Şübhesiz ki, ixlas birovning qalbida yıldız tarsa, onu günah, məsiyetlerden tosudu. Allah'ını əsləş, Allah'a muhabbet bağlaş, Allah'tan qorquş, çin qalbidin Allah'tan ümidvar boluş arqalıq Allah'ını körüp turgandek ibadet qılğılı ve goya Allah'ını körüp turgandek hissiyatlarga kelgili boludu. Mana muşu tuyğu, muşu hissiyat kişini günah məsiyetlerge qadam keltiriş uyaq tutursun, xiyalığı keltirişdinmi saqlap qalıdı. Navadi kişiler ixlasını terk etse, özünün xas buraderlerden ve azadi köngüllük turbuşidan, rahat parağatlardan ayrılıp kalıdı. Allah onunla yaxşılıqni irade kılsa, onu müminler sepide toxtutup kalıdı. Navadi ular Peygamber aleyhisselamның zinahor müminlik haltıda zina kılmaydı. Haraqkeş müminlik haltıda haraq içmeydi. Oğri müminlik haltıda oğurluk kılmaydı. Bulançı başkalarının kıymetlik nerselerini müminlik haltıda turup bulamaydı degen hadisede bayan kılınğandek iman dairesinden çıkarıp ötüdüğün asiliklerini kılsa, ularga her daim tevbe dervatisi uçuktur. Allah saqlasın ki, yuqorqidek günah məsiyetlerden qattiq saqlanışımız lazım. 21. bab. Günah məsiyetler her qandaq yaxşılıqlardan məhrum qılıdı. Kimki mümin musulmonlarning ülpetçiligidan ve ularga bo'lgan ilahi müdafiyadan ayrılıp qalsa, Qur'on Kerimde müminlerge va'da qilingan barliq yaxşılıqlardan məhrum qalıdı. Allah Taala müminlerge yüzlerce yaxşılıqlarni va'da qilgan bo'lib, ulardan her biri dünya ve dünyadaki barliq narsalardan qimmatlidir. Büyük əcirlərə erişidi. Allah müminlerge ahirette cennetten ibaret büyük ecir ata kılıdı. Dünya ve ahiretteki yamanlıklardan saklanıp kalıdı. Allah müminlerini çokum qoğdaydı. Allah her qandaq xiyanetçi, naşükür bendini dost tutmaydı. Erişini kötürgüç pərişlər ularının günahını tileydi. Erişini kötürüp turgan ve erişinin çöğürsiki pərişlər Pərverdigarıga təsbih etidi. Həmdi etidi. Onunğa iman etidi. Müminlerge məğfiret tileydi. Allah ularga igi boludu. Allah igi bolganlar hiç kaçan harlanmaydı. Allah müminlerinin igisidir. Allah pəriştlərini ularga yardım berişki buyuruydu. Öz vaqtida Pərverdigarın pəriştlərge, mən sizlər bilen billə, müminlerini uruş meydanında sabatlık kılınlar, deb vahiy qıldı. Pərverdigarın huzurida büyük mərtibelerge, məğfiretge ve pak rızıklarga erişələydi. Allah ularını qalbiga eriştirdi. Qalbe Allah'a, Allah'ın peygamberge ve müminlerge mensup. Lekin münafıklar qalbinin Allah'ın düşmanlarına emas, dostlarına mensup ekanligini bilmeydi. Allah ularını öz panahiga alıdı. Allah hakikaten müminler bilen birlidir. Allah Taala dünya ve ahirette ularının mertebesini yuqori qiladi. Allah sizlerden iman etqanlar ve ilim berilgenlerini bir qancha derece yuqori kötürüdü. Allah öz rahmetinden ularga iki kepil əvədidir. Ular bilen birli mağıdığan nur beridi ve ularının günahını məğfiret qılıdı. Allah Taala müminler arasında dostluk payda qılıdı. Allah ularını yaxşı gördü. Pəriştlərge, peygamberlerge ve yaxşı bəndilərge ularının mehrini salıdı. Ensiz günlerde ularını emilliki eriştirdi. İman etqan ve əməllərini tüzügen kişilerge gam qilish, qayg'urish yoktur. Ular her bir mümin bir iki gündüzde o 7 qitim Allah'tan doğru yol tilep dua kılıdığan inam kılınganlar qatarıga dahil buludu. Kur'an ularga hidayet ve şifa buludu. O iman keltirgenlerge hidayettir ve dillardaki şek şübhege şifadır. İman etmaydiganlarning kulakları Kur'an'ı anlaştın iğirdir. Yani Kur'an'ın dəvətiga kulak salmaganlarning ve onundan yüz örgenlerinin goya kulakları iğirdir. Kur'an ularning dillariga korluqdur. Yani ular hidayet nurunu körmeydi. Ani şular yiraqdan nida qılınğuchilardır.
Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Demak, iymon har qanday yaxshilikning sababidir. Dunyo va oxiratdagi barliq yaxshiliklarga iymon orqali erishgili bo'ladi. Dunyo va oxiratdagi barliq yomonliklar iymonsizlikdan kelib chiqadi. Bir odamning iymondan ayirib tashlaydigan, iymon bilan o'z orasiga haq shakllantiradigan gunoh ma'siyatlarni qilib turib, umumiy musulmonlarning doirasidan chiqib ketmasligi mumkinmi? Gunoh ma'siyatlarda izchil davomlashgan odamlarning qalbini dod besib ketish, oxirida islomdan butunlay chiqib ketish xavfi bor. Shunlashqa, burunlarda dinni tushungan musulmonlar qalbining dodlashib ketishidan va oqibatda islomdan butunlay chiqib ketishdan qattiq ansirgan ekan. Ularning ba'zisi mundaq degan: "Sizlar gunohdan qo'rqsanglar, men kofirlikdan qo'rqaman." 22-bob. Gunoh ma'siyatlar qalbni ojizlashtirib etadi. Gunoh ma'siyatlar qalbning Allohga va oxiratga yuzlanishini sustlashtiradi. Yoki insonni keyniga chekindiratmagan taqdirdami, uni to'sib, to'xtatib, Alloh tarafiga qadam olg'ili qo'ymaydi. Demak, gunoh ma'siyat Alloh yo'lida davomlashishga to'salg'i bo'ladi. Allohga yuzlanganlarning yo'lini kesib tashlaydi. Izlanayotganlarni keyniga chekindirib etadi. Shubhasizki, qalb o'zining quvvati orqali Alloh tarafiga yuzlanadi. Qalblar kasalga duchor bo'lsa, Alloh tarafiga yuzlantiradigan quvvat ojizlaydi. Qalbning kuch-quvvati butunlay yo'qolsa, ilohiy rishtadan uzil-kesil ayrilib qoladi-da, uni asliga keltirish nihoyatda qiyinga to'xtaydi. Gunoh ma'siyatlar qalbni o'ltirib tashlaydi, yoki uni qo'rqinchli kasallarga giribtor qiladi, yoki uning kuch-quvvatini ojizlashtirib etadi. Bundaq qalblar shaksizki, payg'ambar alayhissalom panoh talab qilgan andisha, qayg'u, ojizlik, g'ururlik, qo'rqinchoqlik, bexillik, qarzdorlik, bo'zaklik qatorliq 8 turlik og'ir oqibatga duchor bo'ladi. Bu 8 sifatning har ikkisi bir-biridan ayrilolmaydi. Demak, andisha bilan g'am qayg'u qo'sh kezakdir. Navoda ko'ngildagi g'ashliklar kelgusiga aloqador bo'lsa, bu odamda andisha shakllandi. Navoda o'tmishga aloqador bo'lsa, qayg'u shakllandi. Ojizlik va g'ururlik qo'sh kezakdir. Birov iqtidorsizlik sababidan utuq va g'albalarni qo'ldan berib qo'ysa, bu uning ojizligining ifodasidir. Navoda irodasizlik sababidan qo'ldan berib qo'ysa, bu g'ururlikdir. Qo'rqinchoqlik va bexillik qo'sh kezakdir. Birov jismoniy jihatda chiqimsiz bo'lsa, qo'rqinchoq. Iqtisodiy jihatda chiqimsiz bo'lsa, bexil deb ataladi. Qarzdorlik bilan bo'zaklik qo'sh kezakdir. Navoda boshqalar haqli holatda birovga po'xirlik qilgan bo'lsa, bu po'xirlik qilinuvchining qaysi xil shaklda bo'lmasin, qarzdor ekanligini tushuntiradi. Navoda haqsiz, bekordan bekor po'xirlik qilgan bo'lsa, bu hiliqi odamning bo'zakligining ifodasidir. Xulosa qilam. Yuqorqi 8 xil holatning eng kuchli sababi gunoh ma'siyatdir. Gunoh ma'siyatlar yana ig'ir ahvolda qilish, baxtsizlik, balo-qazo, dushmanlarni xush qilgan ishga duchor bo'lishning, shuningdek ilohiy ne'matlarning qo'ldan ketishi, ilohiy amillikning ilohiy jazoga o'zgarib ketishiga va Allohning noroziligiga uchrashga sabab bo'ladi. 23-bob. Gunoh ma'siyatlar Allohning ne'matlarini ko'tarib etadi. Gunoh ma'siyatlar Allohning ne'matlarini ko'tarib etib, uning azobiga duchor qiladi. Qo'ldan ketgan har qanday ne'matlarga va duchor bo'lgan har qanday jazolarga gunoh ma'siyatlar sababkordir. Ali raziyallohu anhu mundaq deydi: Balo musibat faqat gunoh ma'siyat sababidan yuz beradi. Uni tavba orqali ko'tarib o'tkili bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Alloh taolo yana mundaq deydi: Bu, ya'ni ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki, biror qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmaguncha, Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini bilib turg'uchidir. Yuqorqi oyatlarda Alloh taolo bandalar itoatni gunoh ma'siyatga, shukrni kufrlikqa,
Allah'ni razı qiladigan ishlarni norozi qiladigan ishlarga almashtirmasalar, ularga bergan ne'matlarni azobga almashtirmaydiganligini bayon qiladi. Navoda almashtirib qolsa, Alloh taolo ularning qilg'iniga mos holda jazo beradi. Alloh taolo bandalariga hargizmi zulm qilmaydi. Navoda banda gunoh ma'siyatni itoatga almashtirsa, Alloh uningga tushirgan jazoni amonlikqa, xorliqni azizlikka almashtiradi. Alloh taolo mundaq deydi: Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkurlik qilib gunohlarga cho'mmagicha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat-hurmatni ilib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dafi qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. İlahi əsərlərdə Allah Taala'nın mundaq deganligi bayon qilinadi. Mening azimatim va buyukligim bilan qasamki, mening bir bandam men yaxshi ko'radigan ish ustida turib, men yomon ko'radigan ishlarga yo'tkilib ketadigan, men uni o'zi yaxshi ko'radigan holdan yomon ko'radigan holatga keltirib qo'yaman. Bir bandam men yomon ko'radigan ishdan men yaxshi ko'radigan ishga yo'tkilib qolsa, men uni o'zi yomon ko'radigan ishdan yaxshi ko'radigan ishga yo'tkab qo'yaman. Bir shoir mundaq deydi: Farog'at ichida o'tsa hayoting, diqqat qil ketkizar uni ma'siyat, gunohni toatda turmasang qo'g'lab, ko'p o'tmay Rabbimiz jazolar dahshat. Yiroq tur zulmdan barkuching bilan, zolimlik keltirar ig'ir oqibat, kestirgin qalbingni insonlar aro, ayondur zolimdan qolgan alomat. Ularning o'y-joyi xarobilari, shahiddir ularga emas bu tuhmat. Zulm u zolimga eng ig'ir ziyon, zulm u zolimga keltirar qismat. Qoldig'u zolimdan bog'u varonlar, qoldig'u qasrlar ajoyib hayvat, huzurdan ayrilib kirdi do'zaxqa, ko'rgini dunyoda bo'ldi faqat. 24-bob Gunoh ma'siyatlar qalbda vahima va qo'rqinch paydo qiladi. Alloh taolo gunohkorlarning gunoh ma'siyatlari tufayli ularning qalbiga vahima va qo'rqinch tashlaydi. Qachonla qarsangiz ularning allaqandaqdir narsalardan xavflanganligini va vahimaga tushib qolganligini ko'rsiz. Shubhisizki, taat ibodat Allohning mustahkam qo'rg'onidir. Qo'rg'on ichiga kirganlar dunyo va oxiratdagi azob-uqubatlardan amin bo'ladi. Kimki bu qo'rg'ondan chiqib ketadigan, uni taraf-tarafdan qo'rqinchlar o'z ilkiga ilib oladi. Allohga itoat qilganlarning qo'rqinchlari amonlikqa aylandi. Allohga osiylik qilganlarning xotirjamligi xavf va isangirashlarga aylandi. Osiylarning qalbi go'yo shamol ig'ziki to'xupidek turoqsiz bo'ladi. Shamol pardasini qayirsa, kim meni izlab kelgandu deb tashvishlandi. Oyoq tevishi anglansa, meni birov tanqidligiri kelganmikin deb xavfsiraydi. Go'yo har narsa uningga qarshi cho'qon ko'tarayotgandek, barliq ko'ngilsizliklar shuningga mo'rlayotgandek his qilib qoladi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Alloh uni har qanday narsalardan xotirjam qiladi. Kimki Allohdan qo'rqmasa, Alloh uni hamma narsadan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Yaratdi Rabbimiz insonni shundoq jinoyat va xavfni qilibdi qo'shmoq. 25-bob Gunoh ma'siyatlar gunohkorda yetirqash tuyg'usi paydo qiladi. Gunoh ma'siyatlar gunohkorning qalbida mislsiz darajada qo'rinish paydo qiladi. U o'zini har doim yolg'iz his qiladi. Gunohkor o'zi bilan Alloh o'tirsida va boshqa maxluqotlar o'tirsida bir xil yatsirash tuyg'usini his qiladi. Gunoh ma'siyatlari qanchaki ig'irlashgan sari yatsirash va yitirqash tuyg'usi shuncha kuchlanib ketadi. Hayotdagi eng ig'ir kun doim xavfsirab, hamma narsaga yot nazar bilan qarab turadigan odamlarning turmushidir. Eng isil turmush deb ko'nishib o'tadiganlarning turmushidir. Aqlli odam gunoh ma'siyat qilgandagi lazzat bilan uningga ergishib keladigan xavf, ansizchilik, yitirqash tuyg'ularini silishtirib baqadigan bo'lsa, gunohkorning qanchalik ig'ir kunga qoldiganligini, qanchalik ig'ir ziyon tortadiganligini bilgan bo'ladi.
Chunki gunohkor Allohga taat ibodat qilish orqali qo'lga keladigan azodichilik, xotirjamlik va halovatni gunoh masiyat orqali duchor bo'ladigan yatsirash va uning ergishib keladigan qo'rqinch va ziyonlarga tegishib o'tgan odamdir. Gunohlar yetirqash ilkiga olsa, tark et gunohni azoda yasha. Gapning postkallasi shuki, taat ibodat Alloh taologa yaqinlashtirdi. İnsan Allah'a qancha yaqinlashgan sari azodlik tuyg'usi shuncha kuchaydi. Gunoh masiyatlar Alloh taolodan yiroqlashtirdi. İnsan Allohdan qancha yiroqlashgan sari yatsirash, yetimsirash tuyg'usi shuncha kuchaydi. Birov dushmani bilan o'zi o'tirsida ig'ir yitirqashni his qiladi. Bu dal ularning ko'nglining yiroqligidan paydo bo'lgan tuyg'udir. Navoda birov boshqalar bilan aralashib, munosabat shakllantirib yashasa, garchi orliq yiroq bo'lgan taqdirdami, o'zi bilan ularning orasida yaqinlikni, ulfatdoshlikni his qila oladi. Taraf orasida shakllanib qolgan hang yatsirash va yolg'izsirash tuyg'usining birdan-bir sababidir. Bu hang qancha kengaygan sari yatsirash va yetimsirash tuyg'usi kuchayib ketadi. Demak, Allohdan g'aflatda qilish kishida yatsirash, yolg'izsirash tuyg'usini paydo qiladi. Gunoh masiyatlardan shakllangan yatsirash, yolg'izsirash tuyg'usi tixmiklik bo'ladi. Sherik va kufrlikdan shakllangan yatsirash, yolg'izsirash tuyg'usi tixmi avjiga chiqadi. Birov gunoh masiyat, sherik va kufrga qanchalik aralashib qolgan bo'lsa, uningdagi yatsirash va yetimsirash tuyg'ulari shuncha kuchli bo'ladi. Gunohkor odamlardagi yetimsirash, yatsirash, urkish, qo'rinish tuyg'ulari qalbini chirmib oladi va chiroyiga chiqib qoladi. Shuning bilan u odam boshqalardan qo'rinib, urkibli yashaydigan, boshqalarmi uningdan urkiydigan bo'lib qoladi.